Jobs 56 yaşında ölüp ketgan. O ölüp ketishdan burun qoldirgan eng oxirgi so'zi kishini cho'nqur o'yga soladi. Jobs 56 yoshda oshqozon osti bez raki bilan o'lib ketgan. O og'ir og'riq bo'lib qolganda eng oxirgi so'zda munolarni degan. Mening sud sohasidagi muvaffaqiyatim eng yuqori pallaga yetdi. Boshqalarning nazarida men ularning ulgisi. Lekin men o'zimni baxtli his qilmayman. Boylik faqat men ko'nib qolgan turmush usuli xolos. Mushu daqiqada kasal karavotida yetib, hayotimni eslaganimda, boyliqimning yetib kelish oldida turgan o'limga yuzlanganda naqadar ahamiyatsiz bo'lib qolganligini his qildim. Siz odam yollab siz uchun mashina haydab, siz uchun pul topqizsangiz bo'ladi. Lekin hech kim siz uchun kasallikni ustiga billa ololmaydi ekan. Yo'qolgan moddiy narsalarni qaytarib kelgili bo'ladi. Lekin hayotidan ayrilgan narsalarni qaytarib kelgili bo'lmaydi ekan. Bir odam operatsiyaxonaga kirsa, sog'lomlik va hayot degan bir kitobning o'qib tugatilmaganligini bayqaydi. Biz hozir turmushning qaysi bosqichida turishimizdan qat'iy nazar vaqtning o'tishiga ergishib, biz hamon bir kun hayotimizni oxirlashtiradigan kunga duch kelamiz. Shuning uchun sizni chin dilidan sevgan oilani qadrlang. Jo'rangizni seving, do'stingizni seving. O'zingizga yaxshi muomala qiling. Boshqalarni qadrlang. Yoshdan cho'ng'ishiga ergishib, biz borgan sir aqlli bo'lib ketadi ekanmiz. Mayli 300 yillik yoki 30 yillik soat bo'lsin, ularning hammasi bizga o'xshash vaqtni yetib berdi ekan. 300 yillik yoki 30 yillik sumka bo'lsin, ichiga qochilangan narsa o'xshash bo'ladi ekan. Mayli biz 150 ming yillik yoki 1 million 500 minglik avtomobil haydaylik, yo'l va musofa o'xshash, hammasi o'xshash bir manzilga qarab mangadi. Mayli bir botolkasi 300 yillik aroq yoki 10 yillik aroq bo'lsin, o'xshashla mast bo'g'ili bo'ladi. Mayli biz 300 kvadratlik uyda yoki 3000 kvadratlik uyda o'tiraylik, tanholik yanada o'xshash. Bu so'zlarni tushunganingizda siz haqiqiy ishki baxtingizning hayotingizdagi moddiy narsalardan kamaganligini his qilasiz. Mayli siz aeroplanning birinchi darajalik bo'linmasida o'tiring yoki arzon baholiq bo'limchasida o'tiring, o'xshashla manzilga bir vaqt yetib borasiz. Shunga sizning yana hamrohingiz, do'stingiz, aka-uka, ochi-sing'illaringiz bachaqda ular bilan paranglashib, kulib, naqsha aytib, xo'shal o'tishingizni umid qilaman. Mana bu haqiqiy baxt. Turmushdagi inkor qilg'ili bo'lmaydigan 5 paket shuki. Birinchidan, bolangizga boy bo'lish to'g'risida tarbiya bermang. Ularga baxtli, xo'shal bo'lish to'g'risida tarbiya bering. Shundala ular cho'ng bo'lganda narsalarning qimmatini, bahosini tunib yetadi. Ikkinchidan, siz yemeklikni to'g'ri yeyishingiz kerak. Bo'lmasa, keyin to'g'rini yemeklik o'rnida yeysiz. Uchinchidan, sizni yaxshi ko'radigan odam hamon sizdan ayrilmaydi. Uning ketishga 100 sababi bo'lgan bo'lsa-mu, u bir sabab tepib bardoshlik berdi. 4. Odam bilan odam o'rtasida nihoyat cho'ng farq bor. Lekin faqat oz sondagi kishilar bu xil farqni haqiqiy tushuna oladi. 5. Siz tug'ilishingizda so'ylisiz, o'lgandami so'ylisiz. Lekin bu jarayonda siz cho'qib o'zingizni yaxshi boshqarishingiz kerak. Dunyoda eng yaxshi doktordan 6si bor. Birinchisi quyosh nuri, ikkinchisi aram elish, uchinchisi chiniqish, to'rtinchisi yemak-ichmak, beshinchisi sirdosh do'st, oltinchisi o'ziga ishonish.